Hurmatli dehqon akalar, mana 29-dekabrda ekkan kartoshkamiz 7-martda shu holatga keldi. Mana bexato ko'hlab chiqdi. Kecha buni tagiga biyogo'mi solib, yana tagini ko'mib, bo'g'zigacha ko'mib qo'ydik. Mana Xudo xohlasa yaxshi qarab turaversak, natijasini bu yil bilamiz-da. Bu yil yangimiz. Mana ular, mana limonlar. Limon ko'chatlar, mana 3 yoshli limon ko'chatlar bular. Limonlarni ham dorilab benza qilib qo'ydik. Mana 20-yanvarda ekilgan, yerga ekilgan kartoshkalar. Bular ham mana chiqib 10 santimetr bo'lib qoldi mana.